Og'abey, davay sen bilan bugun xalq uchun ijtimoiy berkitmasdan San-Sebastian qilishni ko'rsatamiz. Bo'ldi, unda hech narsani berkitish yo'q. Qara, unda ikki xil qilamiz. Bir xil mangoli, bir xil klassik qilamiz. Bunaqada san ham menga yordamlashasan. Bo'ldi, muammosi yo'q, unda boshladik. Biz bu cheescake'ni marosim va har xil tadbirlar uchun mosladik. Ishimizni xona haroratidagi tvorojni sir va labneni birgalikda aralashtirib olishdan boshlaymiz. Massaga saxrni pudrani qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Buni slivka, buni sut. Ikkalasini adashtirib o'rmaylar. Qo'yaver. Slivka va sutni ham qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ko'pchilikga tavsiyam tuxumda uchrab turadigan mayda-mayda qonchalardan ehtiyot bo'lishlikni so'rab qolaman. Tuxumlarni yaxshilab tekshirib, tayyor massaga qo'shib blender qilib olamiz. Unimizni ham yaxshilab sitadan o'tkazib olamiz. Mangoliga ham bora esdan chiqmadi. Tayyor bo'lgan massani teng ikkiga bo'lib, yarmiga mango pyuresidan qo'shib yaxshilab blender qilib olamiz va qolipchalarga quyib chiqamiz. Cheesecake'ni duxovkada 3 gradusda 3 xil vaqtda pishiramiz. Qancha vaqt qo'yilishini sanaydan topasizlar. Cheesecake'larimiz tayyor bo'lgandan so'ng yarim soat xona haroratida va 1 kun davomida plus xolodilnikda ushlaymiz. Shokoladni vadivno banyada yaxshilab eritib olamiz. Mangoli cheesecake nachinkasi uchun mango pyuresi va mango mevasidan foydalanib, shunaqa ko'rinishdagi sous tayyorlab olamiz. Qanchaga qancha qo'shishni opisaniyada yozib qoldiraman. Cheesecake'larimiz tayyor bo'ldi. Endi siz xohlagan uslubingizda bezashingiz mumkin. Biz videoda ko'rib turganlaringizdek shunaqa uslubda bezadik. Dekor uchun istalgan mevangizdan xohlagan uslubingizda bezashingiz mumkin. Videoni boshida aytib o'tganimdek, biz bu shirinlikni tadbir va marosimlar uchun tayyorladik. Siz ham buyurtmayversangiz bo'ladi. Qani oldik o'rta. Oldik. Mazasini ko'ring. Bismillah. Mangoliga yaxshi.